Şimdi şişigeli bu tegisizlikni. Bu tegisizlik. Bu bir yokta funksiya var, ikinci yokta nol tugul. Şuna göre biz turdan tura intervallar metoduna köşerge tiyiş tugul bu vaqtda. Bu minus birini köşeremiz funksiya yog'ina. Ham o'ng yoqda 0 qoldiramiz. 0 qoldiramiz. Bizning funksiya bo'lib, mana bu выражение, mana bu выражение bo'larga tegish. Lekin bu ravishda bizga uni qo'llanirga mumkin tugul. Boshda yozib qo'yib odz degan, odz 0 ga tegis tugul deb. Lekin bu bizning tog'in tegisizlik bo'lib turadi. Tegisizlikni sheшу uchun bunda tegizlama shesharga ham topilgan sonlarni olib tashlarga kerak. Bu kvadrat tegizlama yozamiz bunda. Buni sheshi o'zingizga qo'laydi. Bunda kelib chiqa bir tomiri 1, ikkinchi tomiri -2. Bunda ko'rinib tura, buning koeffitsiyentlarini qo'shsak 0 ga tegish, shunga ko'ra bir tomiri 1, ikkinchi tomirin viyetlar teoremasidan topamiz. Lekin odz deganda biz mana bunda qo'shamiz. Anga bu tegizlama, bu tegisizlikka bu tegisizlikning sheshilishining birinchi odimi deb ataylik. Birinchi odimi. Bu anga to'g'ri kelmaydi deb aytayım. Bunda alar birsine birsi qarshi bo'lib turalar. Bu tegisizlik, bo'lsa tegizlama, alar birsine birsi qarshi. Shunga ko'ra biz bunda topilgan tomirlarni olib tashlarga tegish odz bo'lsin uchun. Shunga yozamiz. X bizning 1 ga tegiz bo'lmay, ham x -2 ga tegiz bo'lmay. Mana shunday deb yozamiz. Agar biz ham qo'llanamiz ekan, bunda bu jumlalar orasida biz sistema kullanamiz. Bunda odz yozganda har vaqt sistema kullanamiz. Buni tegiz tugul deb aytdik. X 1 ga tegiz tugul, ham x -2 ga tegiz tugul. Agar bunda menim x tugul, bunda menim x1, x2 deb yozilgan. Agar men x deb yozam ekan, x o'rnida x 1 ga tegiz yoki x -2 ga tegiz. Mana men yoki deb aytdim. Bu jumlalar orasida tirkavishini mana ol kelib chiqa, mana shu shunday tomga. Bu tomga yoki deb anglatiladi. Yoki deb aytiladi. Bu tomga ham deb aytiladi. Agar siz yigi yozarga tilaysiz ekan, so'zlarni azroq qo'llanirga tirishig'iz. So'zlarni ko'p qo'llansangiz, sizning xatolaringiz da ko'payadi. Shunga ko'ra bütün yoza turgan bütün sheshilishni matematik ravishda tamomlaymiz. Matematik ravish ol tatarchada, ruschada, inglizchada barsida bir turli bo'ladi. Hozir bu funksiyani o'rtaq oqlovchiga keltiramiz, ham topqirlovchilarga tarqatamiz. Agar men kvadrat ushbuning tomirlarini topganim ekan, demakki x kvadrat qo'sham x -2 ni topqirlovchilarga tarqata olaman. Mana bu x1, x2 ni qo'llansam, bu kelib chiqa x olam x1, x olam x2. Mana shunday topqiruvchilarga tarqaladi. Shunga ko'ra men bunda x1, x2 deb yozdim, x qina deb yozmadim. Shunga ko'ra bunda ko'ringiz, bu x1 ham x ul bir narsa tugul. X ul bizning o'zgarishli, x1 bu bizning son. Bu bizning tugal son, mana birinchi tomiri deb ataladi. Birinchi tomiri ul 1. Bunda bu ikkinchi tomiri ul -2. Shunga ko'ra bunda bizning kelib chiqa x olam 1. Agar -2 ni olamiz ekan, bizning 2 minus plusga aylanadi. X qo'sham 2 kelib chiqa. Bu kvadrat ushbuni shunday bu nas topqirlovchilarga tarqaladi. Sanovchida narsa kelib chiqa bizning bunda 3x qo'sham 2 qo'sham x -2 vaqlovchini biz endi tarqatdik. X -1 x qo'sham 2 kichkina 0. Bularni aydagiz jiyiq. O'xshash bunlarni x kvadrat bor, qo'sham 4x -2 bilan 2 bir-birini bitirishlar. Bunda mana x ni jetishini chiqarsak, bizning endi topqirlovchilarga tarqalgan bo'lib chiqadi. Ham mana
Килеп чыкты тигезсезлек безгә интерваллар методы белән чишәргә бик уңайлы. Менә x-лар күчәрен ясыйм. Монда 1 белән -2-не төшереп калдырам. Һәм бар безнең -4 һәм 0. Монда 0. Монда һәм -4 сулдарак. Безнең монда түгел тигезсезлек, шуңа күрә бу нокталарның берсендә кертмәйбез. Һәм интервалларда, килеп чыккан интервалларда бу функцияның тамгаларын табабыз. Монда барысы да беренче дәрәҗә булгач, алар чиратлаша. Уң якны алсак, бөтенесе дә уңай, шуңа күрә монда уңай, һәм монда чиратлаштырып тамгаларны куеп чыгабыз. Безгә кирәк тискәре саннар, менә ул тискәре саннарны буйым һәм җавапка язып куям. Шулай итеп безнең тигезсезлек чишелде дип әйтелик.